Bilsam nima qilish kerak? Gaplashish kerak, ishonsam. Bu ham odam-ku. Bu jinni bo'lsa ham odam-ku. Brat, nima xohlasiz? Eshikni oching-chi. Bo'ldi, eshik ochdi. Qoching. Biroq birinchi o'rinda iltimos, o'zingiz bosing. Nima qilganingiz, nima qildingiz unga? Qo'yib yuboring bolani, bilan o'zini joyiga soling. Chamadon tashlaring ustimni. Chamadon tashlaring ustimni. Birinchidan, bu chamadon bizni topib oldi. Va u bizaniki. Ikkinchidan, sizlarga shu darajaga kerak. Даже gapirishlar, do'stlar gapirishlar. Men asab buzilib ketdi. Men urgim keldi, to'g'ri aytsam. Unga kerak emas. Kimga kerak bo'lmasa? Unga kerak. Unga kerak chamadon. O kim bo'lmasa? O'zi sizlarni topadi. Kim? Kim topadi bu? Bu qizlar yoshi kulib zo'rdi. Bilet. Ben vashi shoshim burchak taqib qoldi, o'tib. Qoching. Oy, odamdek gapir, ey. Bilik ben tushunmayman, chamadan. O'g'li gapni to'g'ri. Nimani o'zing topasan? Bu jinnimi bu? Men asam buzilib ketdi. Urib nimadir qilib qo'ysa bo'lmaydi-ku? Hozir uni urganimizdan keyin qanaqa qilib Gambitni qaytaramiz? Unaqa qo'rqinchli bo'lib qoldi ko'zlari. Gambit nima qotdi o'zi? Hamma xonada kamera bor. Ben qo'tkashini qara. Bu do'stlar bu вообще jinni qilib tashladi odamni. Gambit nima qilmas edi? Yoki Gambitdan bularga qo'shildi. Ya'ni mashal questga o'xshagan joyga qo'rqitdi. Yoki bular rostdan nimadir qotdi. Men qo'rqib ketaman, bilet. Dayt Gambitdan xabar olaylik-chi. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz Gambitdan xabar olamiz, chunki bilmayman Gambitga nima bo'lyapti, bilet. Bizani o'zimizni so'y bo'lib, darsga kelganda bunaqa emas edi. Men svetda ham yoqishga hech harakat qilib ko'rmaymiz, biz, ha? Rozimiz shu qorong'iga. Xullas Gambit mashitdi. Prekin boshi bilan shunaqa qo'rqotdi eshikka. Mana. Shunaqangi darajada jinni qilib qo'yadimi odamni? Gambit! Brat, ket, shoshma. Hammasiga ham klon. O kimdan ichida nima bo'lishi mumkin? И вообще-то, Darknet klonlar qatdan paydo bo'lyapti bular? Buni qatdan bilyapti bular? Qanaqasiga ministr bularga tegmaydi? Mana past yurt, olgin. Chamadonni baribir olaman. Nimadir deyapti u? Qanaqadir joyda o'qiyotganda. Siz ham sochingiz yulyapmadimi? Bular qo'rqib ketaman. Ket. Qocha ichkariga kiring. Bu bor-ku, birinchidan. Umuman ishoninglar mana bundan oldin klon sezgan bo'lsangiz, umuman yoniga bora olmagandim. Ya'ni qo'rqqandim. Bundan oldiga boraman. Birinchidan, men klondan qo'rqmayman. Ikkinchidan, o'sha buncha qo'rqinchli klon emas. Ya'ni bu как будто xuddi oddiy qanaqadir jinni odam klonni makiyajini qo'yib turib, bizani qo'rqitmoqchi bo'lib yurganda. Lekin Gambit bilan qilgan ishdan keyin buni hazil tushunib bo'lmaydimi? Birinchi